Yong'inni o'chirishda dovyurak do'stlarimiz Skvitullar yordam berishmoqda. Salom, Tim. Leytenant yosh edi. Dadang juda mohir zobit edi. Mahkamamizning afsonasiga aylangan. Rahmat, minnatdorman. Rahmat. Gari va uning sherigidan ayrilish bu dahshatli falokatdir. Sherigi? Uni Pokemoni. Ha, men kechirasiz, uni mendan jahli chiqyapti. Snapple. Ha, ko'rinishdan bad jahl qiyofa. Lekin ishontirib aytamanki, aslida u juda yuvosh. So'raganni aybi yo'q. Lekin nega Pokemonsiz yuribsan? Bir gal Gari seni bolaligingda Pokemonlar murabbiyi bo'lmoqchiligini aytgan edi. Ha, bu orzuyim negadir ushalmay qoldi. Hozir sug'urta kompaniyasida ishlayapman. Tushunaman. Tim, barini gardaningga olma. Yolg'izlikda yashash oson emasligini hamma biladi. Agar biroz bo'lsa-da dadangga o'xshasang. O'xshamayman. Umuman meni buvim ulg'aytirgan uyini kaliti bormi? Narsalarni tekshirmoqchiman. Albatta. Albatta. Mana bu uni manzili. Juda soz. Seni eltib qo'yishim mumkin. Yo'q, o'zim uddalayman. Katta rahmat sizga. Minnatdorman. Tim. Bu ish har kimni ado qiladi. Ammo u sen haqingda har kuni o'ylardi. Seni dunyoda hammadan ko'p yaxshi ko'rardi. Tanishganimdan xursandman, leytenant. Kechirasiz? Ha, mayli. Meni to'namoqchimisan yoki jig'imga tegyapsanmi? U men bilan. Gaplashib olishimiz kerak. Nima haqda? Bu qutini kim ocharkin deb ancha kutdim. Sen tarixda qoladigan bo'lding. Bunday hikoyalar dahshat uyg'otadi. Hamma dahshatdan qo'rqadi. Men esa qo'rqmayman. Men aytgan ishimni qilaman va qilgan ishimni aytaman. Nima bo'lsa ham haqiqatni tagiga yetib boraman. Uzr, lekin o'zing kimsan? Lisi Stevens, CNN muxbiri. Bu ish uchun biroz yoshlik qilmaysanmi? Men blog ishini yuritaman. Pokemonlar ro'yxatini tuzaman. Tushunarlimi? 10 ta yoqimtoy Pokemonlar. Bu shu ishni yoqtiradi. Bilib qo'ygan yaxshi. Ular hammasi ham yoqimtoy emas. Bu muxbirlik ishida tug'iladigan qiyinchiliklardan biri. Yo'q, hozir emas. Manbalarni qayta o'rganyapman. Yana biroz kuta olasammi? Ha, mayli, unda men Gary Goodman haqida bilganlaringni aytib berishing kerak bo'ladi. Shoshma, nima? Gary muhim bir narsani topgan. Juda muhim narsa.
shunda